Shoshilinch xabar. Yaqin Sharq yana olov ichida. Siz Turfa xabar kanalidasiz. Assalomu alaykum. 28-fevral kuni ertalab vaziyat keskin o'zgardi. Bugun ertalab Isroil Eron hududiga hujum uyushtirdi. Xabarlarga ko'ra, Tehronda kamida 3 ta portlash qayd etilgan. Dastlabki ma'lumotlarga ko'ra, portlashlar poytaxt markazida sodir bo'lgan. Keyinroq Isroil mudofaa kuchlari hujumni rasman tasdiqladi. Isroil rasmiylarining so'zlariga ko'ra, operatsiya bir necha oyga rejalashtirilgan edi va boshlanish sanasi bir necha hafta oldin belgilangan edi. Shu bilan birga, AQSh prezidenti Donald Trump AQShning Eronga qilingan hujumlarda ishtirok etganini tasdiqladi. Trump o'z bayonotida harbiy operatsiyalar Amerika xalqini himoya qilish uchun amalga oshirilayotganini aytdi. U eronliklarga murojaat qilib, ularni qurollarini tashlashga chaqirdi va hozirgi rejimni tanqid qildi. Xabarlarga ko'ra, hujumlar nafaqat Tehronga, balki Isfahon va Kermanshoh viloyatlaridagi ba'zi joylarga ham qaratilgan. Isroil bosh vaziri Benyamin Netanyahu operatsiyaning asosiy maqsadi Eronning yadroviy qurolga ega bo'lishining oldini olish ekanligini ta'kidladi. Uning so'zlariga ko'ra, harakatlar mintaqadagi xavfsizlik tahdidini bartaraf etishga qaratilgan edi. Shu bilan birga, Eron rasmiylari halokatli javob va'da qilishdi. Ba'zi xabarlarga ko'ra, javob zarbalari boshlangan bo'lishi mumkin, ammo bu rasman tasdiqlanmagan. Xabarlardan so'ng Isroilda favqulodda holat e'lon qilindi. Fuqarolarga xavfsiz joylarda yashirinish tavsiya qilindi. Vaziyat keskinlashgan sari, sobiq Eron valiahd shahzodasi Rizo Pahlaviy ham mamlakat juda muhim bir paytda ekanligi haqida murojaat qildi. Hozircha harbiy harakatlar va tomonlar o'rtasidagi bayonotlar davom etmoqda. Vaziyat juda tez o'zgarib bormoqda. Rasmiy ma'lumotlarning o'z vaqtida yangilanishi kutilmoqda.